Assalomu alaykum. Ommatik platformasiga tushyapsizlar. JavaScript kursimizni 27-darsdan boshlaymiz. Bu darsimizda fetch, async await va DOM bilan amaliyot qilamiz. Unda darsimizni boshlasak, JavaScriptda 27-darsimiz. Bu darsimizda fetch, async await va async await bilan birga try catchni o'rganamiz va qo'llab ko'ramiz. Va shu bilan birgalikda DOM bilan amaliyot ham qilamiz. Fetch API dan boshlasak. Fetch bu metod hisoblanadi, JavaScript metodi va so'rov yuborishda kerak bo'ladi. JavaScriptda fetch yordamida tashqi API lardan ma'lumot olish imkoniyati mavjud. Backend API bo'lishi mumkin. Public API lardan foydalanishimiz ham mumkin. Bulardan bittasi JSON placeholder hisoblanadi. Hozir ko'radigan bo'lsak, users qismida turibmiz. JSON placeholderni, ya'ni bizga mana shu formatda qiymatlarni qaytaradi. O'zi saytiga o'tadigan bo'lsak, mana shu ko'rinishda. Ya'ni bu bizga ma'lumotlarni taqdim etadi. Backendga o'xshab. Resurslarni ko'radigan bo'lsak, postlar, kommentlar, albumlar, photos, to-dos, userlari mavjud ekan. Biz shunchaki usersni olamiz. Hozir fetchni ishlatib ko'ramiz unda. Fetch bu yoqqa linkni kiritgan deydi. Mana shu joyda backenddagi URLni kiritamiz. Ya'ni qaysi joydan nima olib kelish kerak, o'sha joyni linkini kiritamiz. Kiritdik. Endi bu bizga nima qaytaradi? Bu bizga promise qaytaradi. Promise'ni qanaqa ushirdik? Then va catch orqali ushlasak bo'lardi. Value console logga value'ni chiqaraman. Ya'ni promise qaytaradi. Promise'dan bizga qiymat keldi va qiymatni console logga chiqardik. Xo'p, buni ishlatib ko'ramiz. Inspect. Refresh beraman. Mana response qaytdi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizda JSON holatida responsni qaytardi va biza JSON obyektini topib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu ko'rinishda. Buni qanaqa topib olsak bo'ladi? Value nuqta JSON desak, bizga qaytarilayotgan JSON holatidagi obyektni topib, ya'ni arrayni topib, qaytib bizga JavaScript obyekt holatiga o'tkazib beradi. Ya'ni JavaScript holatiga olib kelib beradi. Bu ham asinxron bo'lgani uchun bundan ham keyin then ishlatamiz. Bu endi bizga qaytgan qiymatni, ya'ni bundan qaytgan JSONdan qaytgan qiymatni olib kelib beradi. Console log data. Mana 10 ta qiymatimizni olib kelib berdi. Arrayda 10 ta obyektimiz bor ekan, bu yerda hammasi userlar turibdi. Name, username, email adreslari bor. Endi fetchda qo'shimchasiga hozir fetchni faqatgina get metodini ishlatdik. Ya'ni shunday yozganimizda, fetch ichiga link berganimizda bu avtomatik get metodi deb olib defaultini va backendga borib qiymat olib kelib beradi. Endi boshqa metodlari ham bor buni. Misol uchun post bu ma'lumot yuborishga, ya'ni backendda nimadir yaratmoqchi bo'lsak, frontendda ma'lumot yuborishimiz uchun kerak bo'ladi. Put bor yoki patch. Bu ikkalasi ham update'da, ya'ni backenddagi nimadir yangilamoqchimiz, o'sha paytda shu metod bilan zapros jo'natamiz. Keyingisi delete. Delete o'z ismi bilan, ya'ni o'chirib yuboradi. Serverdagi biror bir ma'lumotni o'chirib tashlash uchun shu so'rovni yuboramiz. Endi bularni qanaqa berib yuborishimiz mumkin deganda, linkdan so'ng virgul deb turib obyekt ochamiz. Bu yerda fetchimizni nastroyga qilsak bo'ladi. Ya'ni nimalar jo'natishimiz kerakligini, nastroykasini yozib ketamiz. Metod desak, bu yoqqa kiritsak bo'ladi. Nima metod jo'natmoqchimiz?
get desak, get zapros bo'ladi. Post desak, post. Put yoki paste desak, o'zgartirish uchun. Delete desak, o'chirish uchun zapros ketadi. Default get bo'lganligi uchun get deb yozib o'tirishimiz shart emas. Hop. Hozir faqatgina getni ko'ramiz, qolganlarini keyingi darslarimizda kerak bo'lganda ko'rib ishlatib ketamiz. Hop, fetchdan asosiy maqsad shu, ya'ni backendga yoki boshqa API larga zapros jo'natib, qiymat olib kelish yoki o'zgartirish yoki o'chirib tashlash. Hop, buni ko'rdik. Endi keyingi ko'radiganimiz bu async await hisoblanadi. Async await o'zi nima? Async orqali asinxron funksiya yaratamiz va await orqali promiselarni handle qila olamiz. Ya'ni promiselarni ushlab, javoblarni ola olamiz. Xuddi Zen kabi ishlaydi. Endi yozib ko'rsatib beraman. Function ochaylik. Oddiy function declaration get users deylik. To'g'ri nomlaymiz. Get users va async kalit so'zini mana bu yerga yozib qo'yishim kerak bo'ladi. Ya'ni oldiga, funksiyani oldiga yozib qo'yaman declarationda. Endi mana bu yerda parametr kerak emas menga va bu yoqda yozaman. Constanta data deyman. Let bilan yozaylik hozircha. Let data deyman. Teng boyagi fetchni yozaman. Fetch mana shu ko'rinishda. Menda Zen bor bu yoqda. Ya'ni callback bo'lib yotibdi. Bu yoqda bitta callback ishlatdik, bu yoqda ikkinchi callbackni ishlatdik. Ikkalasi ham Zen bilan. Bu juda tushunarsiz va kodimiz bitta qaraganda tushunarsiz bo'lib turibdi. Endi shuni await orqali tushunarliroq ko'rinish olib kelsak bo'ladi. O'chirib tashladim Zenlarni. Bu promise qaytaradi. Promiseni handle qilish uchun biz asinxron funksiya ochdik va uning ichida await ishlatamiz. Await degani Zen bilan bir xil. Oxiriga Zen yozib qo'ydim nima? Await yozib qo'ydim, farqi yo'q. Bu yerda qiymatni olib kelib beradi. Boyagiga response olib kelyapti endi bizga. Faqat bu endi log data boyagidagi bitta refresh qilaman. O'zi avtomatik await qilganligimiz uchun mana buni o'chiraylik. Buni o'chiramiz. Get users chaqiramiz. Mana response olib keldi. Response keldi. Endi bu JSON holat turibdi. Biz oddiy qiymatga, ya'ni JavaScript biladigan tipga olib kelishimiz kerak bo'ladi. Data teng deymizda, data.json deyman. Bu ham asinxronli bo'lganligi uchun buni ham oldiga await yozib qo'yaman. Bitta refresh beraman. Hech narsa chiqmadi chunki console log hech nima yozmadik. Console log data. Mana endi boyagi bilan bir xil qiymat chiqdi. Ya'ni boya fetchda 2 marta Zen yozdik. Bunda bo'lsa bitta funksiya yaratib qo'ydik. Uning ichida xohlaganimizcha await, xohlaganimizcha promiselarni handle qilishimiz mumkin. Endi misol uchun xato chiqib qoldi. Biror bir xato bor bizda. Uni ushlab olish kerak. Kech yo'q bizda hozir. Kech yo'q. Shuning uchun await bilan kech ishlata olmasligimiz uchun alohida try catch bloki ishlab chiqilgan. Bu nima qilib beradi endi? Tryda ishlash kerak bo'lgan kodlarimizni yozamiz. Catchda bo'lsa, mana shu tryning ichida qanaqadir xato chiqib qolsa, mana shu catch ushlab beradi. Console logga error deyman-da, bu yoqqa error yozaman. Va bu yoqda misol uchun xato chiqib qoldi. Throw new error. Misol uchun fetchda xatolik. Fetchda xatolik deb yozaman. Endi ko'ramiz nima chiqarkan menda. Bitta refresh beraman. Mana errorni catch ushlab oldi. Buni qayerdan bilsak bo'ladi? Mana bu xabarni error deb bu yoqqa o'zim yozib qo'ydim. Error 1 deb yozib qo'yman. O'zgaradi. Mana shu ko'rinishda errorlarni catch qilib olishim mumkin ekan. Hop, async await vazifasi shu. Asinxron funksiya yaratadi va await orqali promiselarni ushlab oladi. Va await asinxron funksiya bo'lmasa ishlamaydi.
men o'chirib qo'ysam xato chiqaradi. Await'ni asinxronniy bo'lmagan funksiyani ichida ishlata olmaysan deydi. Va buni faqatgina function declaration bilan emas, arrow function bilan ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerga yozik. Constantda get users teng arrow function bu yoqqa async deb yozib qo'ysam, mana bir xil ishlaydi boyagi bilan. Ya'ni uni farqi yo'q. Function declaration, arrow function uni farqi yo'q. Ishlatib ketsak bo'ladi. Hop, mana bu yerda console logga datani chiqaraman. Mana datalar chiqdi. Mana shu holatda ma'lumotlarni olib kelib olish imkoniyati bor bizda fetchda. Va async await'ni ham ko'rdik, promise'ni handle qilish uchun va zen cache'ni ham ishlatib ko'rdik. Endi async await'ni ko'rib bo'lgan bo'lsak, keyin ko'radiganimiz DOM bilan amaliyot. Mana hozir menda 10 ta user kelyapti. Mana shularni mana shu HTML'ga yopishib qo'yishim kerak. Endi qanaqa qilamiz uni? Birinchi bo'lib bu yoqda qanaqa chiqishini bilib olaylik. Strukturasini tuzib olaylik. UL deb ochdim. Shu UL ichida chiqish kerak. Li deymanda first name, last name. Mana shu ko'rinishda chiqsa hammasi ketma-ketlikda. Xo'p. Endi men bu li'ni o'chirib tashlayman. UL ga class beraman. Misol uchun list nolaylik. List. Xo'p. Endi bu yoqqa o'tamanda constantda list teng document query selector list class berganim uchun nuqta bilan boshladi. Endi list bor menda. Endi listni ichiga mana bularni hammasini 10 tasini chizib olishim kerak bo'ladi, render qilishim kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilaman endi? Mana shu joyda ma'lumot kelayotgan ekan, menga mana shu joy o'zida datani for each qilaman. Data for each. For each qilamiz. Hop, element kirib kelar ekan. Element tursin hozir yoki console logga chiqarib qo'yaylik. Console log element. Hammasini alohida chiqaradi. Mana 10 ta bo'lsa 10 tasini alohida chiqaradi. Endi men yangi element create qilishim kerak, ya'ni li'ni. Mana shu yerda yangi element create qilamiz. Constantda li teng document create element. Bu yoqqa li'ni yozib qo'yaman. Li yaratadi. Endi li'ni ichiga text contentiga teng deymizda elementdagi nima bor bizda? Elementdan name bor ekan. Elementdan name berib qo'yaman. Va shu elementni endi men mana bu UL ni ichiga solishim kerak. Qanaqa qilsak bo'lardi? Tepadagi list append qilsak bo'ladi yoki prepend qilsak bo'ladi. Append qilaylik va bu yoqqa li'ni beraveraman. Mana 10 tasini hammasini chizib berdi menga. Bitta refresh beraman. Mana hammasi olib kelyapti backenddan va frontendga chizib qo'ydim. Frontend va backend mana shunaqa ko'rinishda ketma-ketlikda ishlaydi. Ya'ni frontend backenddan ma'lumotni oladi, bu yoqqa chizib qo'yadi. Endi sal ko'proq narsa bilan qilaylik shuni. Qo'shimchasiga endi limas demashdi. Mana li yaratsin va metodda text contentga emas. Hop. Inner HTML ga metodda string qo'shamiz endi. String qilib turib li bor o'zi. Endi bitta span ochaman. Span metodda style bo'ladi. Style metodda color misol uchun red deylik. Mana bunaqa ko'rinishda olamiz. Keyin spanni yopaman.
bu yoqda elementdan nimalar bor edi bizda o'zi? Name berib qo'yaylik shu yerga. Name bo'lsin. ID'si bor edi bizda. ID'sini berib qo'yamiz. Mana bu yerda ham ko'rsatib bo'ladi. Nimalar borligini. ID'si bor ekan, name, username, email bor ekan. Xo'p, ID'sini chiqaramiz. Span ichida ID'si va yonidan P da P da emas, spanda buni ham. Spanda elementdan name ni chiqaraman. Ko'radigan bo'lsak, mana ID'si bilan chiqdi. Bu yoqda bo'lsa, name'lar chiqib turibdi. Xo'p, mana shu ko'rinishda render qilsak bo'lar ekan. Ya'ni aylanmoqmiz, data 10 ta ma'lumot kelgan bo'lsa, arrayda 10 tasini aylanib chiqamizda, element bittasi bo'lsa, har bittasiga li yaratilyapti. Li ni inner HTML'ga mana bu HTMLimiz yozilyapti va listga append qilamiz. List mana bu URL. Mana shu ko'rinishda ishlayapti. Hatto chiqib qolsa, mana shuni orasidan ketishib oladi. Va oxirida funksiyani chaqirib qo'yish esdan chiqmasligi kerak. Get users. Bo'lmasa ishlamaydi. Chunki funksiyani chaqirib qo'yish shart edi. Funksiyani chaqirmasa ishlamaydi. Mana shu ko'rinishda qilsak bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz shu. Bugun fetch ni ko'rdik, async await bilan try catch ni ko'rdik va DOM amaliyotini ko'rib o'tdik. Ya'ni ma'lumotlarimizni DOM ga chiqardik.